Ancha o'zgarib ketibsiz. Zo'rg'a tanidim. Hayot shu ekan. O'rtog'ingiz o'tganlaridan keyin hech narsa tatimay qoldi. Noinsof. Odam degan o'zini nabiralarini ham ko'chaga haydaydimi? Rayhon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bolalar yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Ancha o'zgarib ketibsiz. Zo'rg'a tanidim. Hayot shu ekan. O'rtog'ingiz o'tganlaridan keyin hech narsa tatimay qoldi. Ha, Sanjar rahmatli juda ham yaxshi inson edi. Joy jannatda bo'lsin. Rahmat. Biz tomonlarda nima qilib yuribsiz? Shu yerga ijaraga chiqqanmiz. Ijaraga? Ha, Uy nima bo'ldi? uyni qaynotam olib qo'ydilar. Kenja o'g'limni shu yerga uylantiraman dedilar. Axir uyni Sanjar o'zini pulga olgandi-ku. Qancha kredit to'ladi? Otasi 1 so'm ham bermagandi-ku. Bilaman, lekin nima ham qila olardim. Noinsof. Odam degan o'zini nabiralarini ham ko'chaga haydaydimi? Do'stimning ruhi ham chirqirayotgan bo'lsa kerak. Ha, mayli. Nasib qilmagan ekanda. Tushunarli. Qayerda ishlayapsiz? Restoranda ishlayapman. Telefon raqamingizni bering. Nimaga? Yordam bermoqchiman. Axir Sanjarni turmush o'rtog'isiz-ku. Sanjar meni eng yaqin do'stim bo'lgan. Do'stim uchun yordam bermoqchiman. Yo'q, rahmat. Ko'rganlar noto'g'ri tushunishi mumkin. Qo'rqmang, yomon niyatim yo'q. Ayolimga ham aytaman. Yonimda bo'ladi. Shunda hech kim yomon xayolga bormaydi. Xo'p. Aha, hozir. Mana, o'zingiz yozib bering. Mana. Bo'ldi. Hilola bilan maslahatlashib, albatta sizga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Yuring, olib borib qo'yay. Yo'q, rahmat. O'zim. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat.